Farg'onadan bitta Cobalt mashina keluvdi, obunachilar. Kasali antifriz o'tib ketgan, glushiterdan tutash, ichi-pichi aptolga aralashgan, avtorasoti ham bor edi. Endi noldan polniy motor qilib yuboryapmiz. Yalovkasini qaranglar, keling. Mana problema shu o'zi. Birinchi problema shu. Endi olgan ekan mashinani nima qilamiz? Gnezdolari o'zi chiqadi akalar buni. O'zi zo'r. Sababi klapinni bilasizlar, zazori zo'r bo'ladi-yu, bular dali keskani joy bor bo'ladi. Ancha joy bor. Gnezdodan ham asosiy zarur narsa bularga направляш qoqish kerak akalar. Направляш qoqmasang, qoqqan gnezdoing tilladan bo'lsa va luft olsa, klapini kuydirib qo'yaveradi. Shunga ko'pchilik e'tibor bermayapti hamkasblar. 8 ta направляш qoqiladi-da, saroshka pirtilka, ya'ni qisqasi mana akalar, mana shu holatda shunday shunga ko'chirib qo'yamiz. Bo'ldi, shu problema yo'q. Reaksiya qoldirib tursangiz bo'ldi aka.